Ikkinchi yozmish 42-savol. Odamlarda qon guruhlari berilgan hamda bu qon guruhlari epistaz ta'siriga bog'liq yuzaga chiqadi debdi. Agar ingibitor resessiv gen bo'lganda qon guruhlari birinchi qon yuzaga chiqmasdan faqat birinchi qon guruhi bo'lib qoladi deb aytyapti bizga. Demak, bu yerda ingibitor gen bor. Ingibitor gen katta harfi ta'sir etmaydi. Kichik e harfi kelsa ingibitor gen hisoblanadi. Ingibitor gen yuzaga kelganda faqat birinchi qon guruhli bo'lib qolsin debdi. Gamma zigota holatda. X xromosomasida ham daltonizm hamda shapko'rlik kasalliklari vujudga chiqargan faqat resessiv holatda hamda birikkan holatda arsilanadi. Krassinga foizi o'rtacha 40% ni tashkil etadi deb masalada beryapti. Demak, gamma zigot bu belgilarda endi toni belgilarini yozib olamiz. Gamma zigota ikkinchi qon guruhli. Gamma zigota bo'lgandan keyin ya'ni AA bo'ladi, ikkinchi qon guruhli. Barcha belgilari heterozigota, resessiv genlar faqat otasidan o'tgan debdi. Ya'ni ingibitor gen ham bu yerda heterozigota, ayol bo'lganda XX bo'ladi, faqat bu yerda X katta D, katta E, X kichkina D, kichkina E heterozigota bo'lgani uchun yozamiz. Ya'ni bu yerda mana bu X belgisini otasidan olgan deb olamiz. Ya'ni kichkina belgilarni, katta belgilarni onasidan olgan. Shuning uchun kattalar alohida, kichkinalar alohida yozyapman. Bu ayolniki. Yigit. Gamma zigota 3-qon guruhli epistaz belgilari bo'yicha heterozigota. 3-qon guruhli gamma zigota epistaz ta'sir bo'yicha heterozigota normal ko'radigan erkak, ya'ni sog'lom degan ma'noda X katta D, katta E. Y belgisi belgi tashda ishtirok etmaydi. Ayol va erkak belgilarini yozib chiqdik. Endi bularni gametalar olib chiqamiz. Gametalar olganimizda birinchi Krassingerni hisobga olmay ishlab chiqamiz. Ya'ni Krassingerga uchramasdan turib nechta gameta olishimiz mumkin? Bu yerda heterozigotalar bitta, ikkita heterozigota, umumiy 4 ta gameta olinadi. Ya'ni ayoldan birinchi gametalar olamiz. Ayoldan olinadigan gametalar katta A, katta I, X, katta D, katta E. Katta A, katta I, X, kichkina D, kichkina E. Ya'ni mana bular birikkan holda arsilanyapti. Katta A, kichkina A, X, katta D, kichkina E. Katta A, kichkina I, X, kichkina D, kichkina E. Mana bu katta E ekan. Adashibsiz o'zim. 4 ta gameta olinadi. Bular no Krassingever hisoblanadi. No Krassingever. Krassingever erkakdan olinadigan gametalarni yozib chiqamiz. Erkakdan olinadigan gametalar katta B, katta I, X, katta D, katta E, katta B, katta I, Y.
i x katta b katta e bir holda sizlarga shu chiziqcha bilan belgilab ketyapman. Katta b kichkina i y belgilari o'tadi. Umumiy geometriyalar soni 4 ta ekan. Bu yerda Krasinger ham uchraydi. Krasinger uchrasa x xromosomasidagi genlar bir-biri bilan almashadi. Ya'ni bu yerda ayolning belgisi x katta A katta I kichkina hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Faqat x xromosomalarida almashish yuz beradi. Shuni hisobiga x katta D kichkina e x kichkina d katta e ko'rinishiga ega bo'ladi. Ya'ni bunda e'tibor berish kerak. Qayerda o'zgarish bo'lyapti? Mana qarab ko'rsalarning yuqorida belgilangan ayolning x xromosomasi bu yerda Krasingerga uchragan formasi. Ya'ni bular genlarni Krasingerga uchrasa 40% Krasinger uchraydi degan. Endi bundan ham demak Krasingerga uchrasa gametalar olinadi, 4 xil gameta olinar ekan. Ya'ni bu yerda katta A katta I x katta D kichkina e katta A katta I x kichkina d katta e katta A kichkina I x katta D kichkina e katta A kichkina I x kichkina d katta e belgisini namoyon qiladi. Ya'ni bular basilaniyapti. Bu yerda organizmlar 60%. Krasingerlar 40%. Bu yerdagi organizmlar umumiy 40% tashkil etadi. Yuqoridagi organizmlar esa 60% tashkil etadi.